Siz qidirib yurgan barcha animelar bizning Telegram kanalda mavjud. Bizda ongoing animelar va tugallangan animelarni bepul tomosha qilishingiz mumkin. Kosmos Dubbing Telegramdagi eng sifatli va eng tezkor fandom. Xo'sh, janob. Biza muammoga duch keldik. Bizada qotil bor. Nima deding? Ishonchingiz komilmi? Hay. Men bularni qo'riqchilardan eshitdim. Ular janubiy darvozaga 2 soatdan keyin yetib borishar ekan. Zenovchi. Kapitan Zenov 2 kun davomida maxluq ovlashga chiqib ketgan edi. Darg'ozatchilar gildiyasichi. Ular shaharni himoya qilib evakuatsiya qilinsin. Ezro, aytganingizdek. Baron Granvel, men ularga yordam beraman. To'xta, Alim. Qotillik oson narsa emas. Sen mening xizmatkorimsan, shunday ekan lavozimingni tashlab keta olmaysan. Agar ruxsat bersangiz, xonim. Xizmatkorlikdan tashqari yana bitta burchim bor. Men shuningdek Granvel oilasining ovchisiman. Dokuzunchi qism. Qotillik. Qotil bir darajali maxluq. Bu shahardagi sarguzashtchilar uni yenga olishmaydi. Afsuski, men bugun ertalab barcha MP'larimni ishlatib qo'ygan edim. Ammo allaqachon tuzalib ketdi. Bu tomonga tezroq. Nima bo'lganda ham buni shaharga kiritmaylar. Darvozani yopishga tayyorlaning. Iltimos, kutib turing. Xotinim va qizim o'sha yerda qolib ketishdi. Bu Murder Girlsmi? O'lib ket. Mana kuchukcham, qani bo'tga kelchi. Aqldan ozdingmi, bolakay? Tezroq ketdik. Nima bo'ldi, qo'rqyapsanmi? Mana buni ol. Ajoyib, men uni e'tiborini tortdim. Men uni oq ajdarho tog'lariga jalb qilaman. Ehtiyot bo'l, orqangda. U o'zini o'lja qilmoqda. O'zingni o'ldirmoqchimisan, ahmoq bola? Hali ham MP'm yo'qmi? Voy la'nati. La'nati. Men bilan o'ynayaptimi? Bu nima? Yana meni navbatdagi sharmandaligimmi? Men bunaqada yutqaza olmayman. Xudoga shukr, meni MP'm qayta tiklanibdi. Benzinning barcha nusxalarini o'chirib tashlang, ta'mini ham. Keyin Popilonning 34-nusxasini yarating. Barcha chaqiruv qobiliyatlarimni chaqqonlik va chidamlilikka sarflashim kerak edi.
Shahardan uzoqdaman, endi ko'rinib qolishim mumkin. Papillonlarim ketsa, uni to'xtatib qo'yinglar. Hech qanday ta'siri yo'q, shunday emasmi? Yana 3tasini chiqaraman. Uxlash vaqting keldi, bolakay. Bu yaxshi emas. Mana eshagimdan tushing. Nihoyat undan qutuldim. Nimaga mani qobiliyatim ishlamadi? Hopper, Saker va Papillon hech narsa qilishmadi. Ular shunchaki foydasizlik qilishdi. Men ham bir dasta sehrli toshlarimni ishlatishim kerak edimi? Uyga qaytaman. Menga tanaffus bersanglar-chi. Yosh janob. Men uni yo'qotdim. Alen, Salom, mileti. Xayrli tong. sen ahmoqsan, qanday qilib xizmatkorim meni bunchalik tashvishga soldi, ha? Men chin dildan uzr so'rayman. Ishlaringiz yaxshi ketib o'tganga o'xshaydi. Nimalarni eslaysiz? Xo'sh, Murder Gals meni 3 kun ta'qib qilganini eslayapman. Bu juda ham og'ir bo'lgandi. Tafsilotlarni baronga xabar qilishingiz kerak bo'ladi. Aha. Tushundim. Qanday dahshatli sayohat. Men Murder Galsni mag'lub etishga kuchim yetmasdi. Uni olib ketish uchun bor kuchimdan mo'jizlandim. Meni kechiring, baron Garvel. Afsuslanishga hojat yo'q, Alyan. Biz Ritterlar odatda shaharni himoya qilish uchun shunday qilamiz. Lekin biz yo'qligimizda shaharga g'amxo'rlik qilganing uchun rahmat. Sizning jasoratingiz mukofot bilan kutib olinadi. Tanvel oilasidan 10 ta oltin tanga va siz qutqargan aravada ketayotgan oiladan yana 10 ta oltin tanga berildi. Kattakon rahmat. Mana shu pulga midrel qilish sotib olsam bo'ladi. Xuddi lotereyada yutib olgandek. Kelajakdagi hayvonlarni ovlashda shahardan juda uzoqqa ketmasliging yaxshi bo'lardi. Xo'p, mayli. Eshitganimdan xursandman. Bu mitril qilish sariyog'ni issiq pichoq kabi kesib oladi. Ha? Biroq zirhni teshib o'tish uchun yetarli emas. Ajoyib sehrli tosh topdim. Endi keyin bugun hamma narsa tajriba o'tkazish haqida. Hokins, menga bu yerga ketishingiz kerak. Biroz uchib ketishingizni istayman. Men esa chaqirganimda bu yerga qaytib kel. Keyin men bittasini kartasiga qaytaraman. Molma mevalari sirkali quritilgan shirin kartoshka. Ularni xuddi shunday qatorga qo'ying. Hokins, qiziqarli Viktorina, ushbu buyumlardan qaysi biri sumkaning ichida? Bu sizga aniq bo'lishi kerak. Lekin endi avvalgi Hokinslarning kuchi ko'p. Bu sumkaning ichida qanday narsa borligini aytib bera olasizlarmi? Buni ham biladiganga o'xshaysizlar. Voy Hokins, endi qaytib kelishing mumkin. Qaytib kelganingdan xursandman. Bu sumkaning ichida qaysi buyum borligini bilasanmi? Xo'sh, demak buni bilmaydi. Va endi
Bitta Hopkins yarating va chaqiring. Bu sumkaning ichida qanday buyum borligini bilasanmi? Ha, hatto yangi yaratilgan narsa ham xuddi shunday bilimga ega. Xo'sh, bu aniq bo'ladi. Poponi chaqiring. Bu yuqori razvedka statistikasiga ega. Tarina vaqti. Bu sumkaning ichidagi 3 ta buyumdan qaysi biri? Misalmi? Qisqa bayoni yakunida chaqiruv jonzotlari olgan har qanday yangi ma'lumotlarni sinxronlashi va yangilashi mumkin. Biroq bu faqat yaqinda chaqirilgan yoki yaratilgan nusxalardan cheklanadi. Bundan tashqari faqat bir xil jonzotning nusxalari sinxronlanishi mumkin. Sizlar doim u yoki bu tarzda yaxshilanasizlar, shunday emasmi? Siz nafaqat donosiz, balki bilimingizni hatto biringiz vafot etsangiz ham eslab qolasizlar. Shunday qilib siz doimo yangiliklardan xabardor bo'lasiz. Chaqiruv mavjudotlari asosan o'lmas va cheksiz salohiyatga ega. Olg'a akajon, alanga kim kuchli ekanini ko'rsating. Yigit bilan jiddiy kurashishim kerak. Men bir necha ming S darajali hayvonlarni yetishtirgandan keyin ham men 28-darajaga yetdim. Duel tugadi. Akajon, bu ajoyib edi. Ajoyib qilichbozlik mahorati. Sizning mashg'ulotlaringiz haqiqatan ham samarali. Meni mag'lub etishdi. Men shunchaki g'alaba qozona olmayman. Lekin gap darajalar va ko'nikmalar uchun EXP haqida ketganda. Rahmat, Alien. O'zingiz ham juda qattiq qo'l bo'lib qoldingiz. Xo'sh, men hali ham siz bilan solishtirganda hech narsa emasman. Rostdan ham o'tgan yili sonda ko'proq imkoniyat bor edi. Cecilia'ni himoya qilish uchun shu yerda ekanligingdan taskin topaman. Qilich bilan yaxshiroq bo'lishni o'rgan, Alen. Voy la'nati. Ha? Alien Murdelgash bilan jang qildi. Xo'sh, men buni jang deb atashga amin emasman. Aslida u o'sha 3 kun davomida ahmoqona ishlari bilan band bo'lgan. Qaytib kelganida esa 2 kunlik uyquga ketgandi. Bo'li. Darik qolganingdan xursandman. Mixay, sen uni yenga olarmiding? Yo, bu darajali maxluqlar men uchun yolg'iz kurash uchun juda kuchli bo'lmaganda hozirda. Xo'sh, unda siz shunchaki mashg'ulotlarni davom ettirishingiz kerak. Baron Granwell, yanami? Nima bo'ldi? Oq ajdaho ko'chib o'tdi. Nima deding? Bunga aminmisan? 1000 ta oltin tangaga ega darajali maxluqmi? Oq ajdaho qayerga ketganini bilasizmi? Biz sarguzashtchilardan bu xabarni oldik. U hozirda ko'chib o'tayotgan ekan Karnel vodiysiga. La'nati, nihoyat vaqt keldi. Oradan ancha yil o'tdi. Azizim. Agar bu xabar rost bo'lsa, unda bizning mulkimizga buyuk farovonlik keladi. Sena, Fristerlar minnalariga bir nazar tashla. Agar ruxsat bersam, ajdarhoning yangi uyasining joylashuvini aniqlashamiz. Bu amalga oshirilgandan so'ng men Fristerlarimga 4 ta kon qazishi maydonchasini holatini tekshirishni buyuraman. Xo'sh, bu siz shahar va konlar orasidagi barcha hayvonlarni yo'q qilishingizni anglatadimi? Hali ham dam olishim bor. Aslo yo'q, usta Mixay. Agar oq ajdarho biron sababga ko'ra qaytib kelsa, bu halokatli bo'lar-edi. Bundan tashqari tog'larning etaklari yuqori martabali ork va goblin tumanlari bilan bog'liq. Vaziyatni tushunish uchun bir necha oy kerak bo'ladi. Men ko'rvonman. U haq o'g'lim. Sen hozir maktab vazifalariga diqqatingni qaratishing kerak. Albatta, ona. Kelgusi yil qaytishni yana intiqlik bilan kutaman. Bu yaxshi. Bu muammo bo'ladi. Fristerlar bu yerdagi hayvonlarni yo'q qila boshlagandan so'ng, men XP'ni yetishtirish imkoniyatini oshirdim. Men o'tkazib yubormayman. Xo'p, bugun shahardan ancha uzoqdaman va deputatimning ish vaqti maksimal darajada. Voy, bo'tda muncha narsa ko'p-a? Bu nima bo'ldi? Bularni nimagadir tushuna olmayapman. Qanday dahshatli. Tomon darajamni bittagina oshirish uchun 2 yildan ko'proq vaqt kerak bo'ldi.
Keyingi bosqichga o'tish uchun menga 30 million XP kerak bo'ladi. Kelinglar kengaytirishni mahoratimni yangilaymiz. Mani inventarimda maydoni menda. Ajoyib, yana 10 ta karta ko'paydi. Shuning uchun men 50 ta kartani ushlab tura olaman. Bu shuni anglatadiki, men chaqiruv kuchaytirganimda yanada kattaroq statistika oladigan bo'ldim. Keyin men ushbu yangi ko'nikmani sinab ko'rishim kerak. Ulashish va ajoyib ko'rinadi. Nomiga asoslanib, menimcha bu menga chaqiruv mavjudotlarini bilan biror narsani bo'lishga imkon bersa kerak deb o'ylayapman. Mana davom etmoqda. Hokin sulashish. Nima bo'lyapti? Bu menmi? Men o'zimni ko'ryapmanmi? Hokinsning nuqtai nazaridan men shunday ko'rinamanmi? Shunda men uning tasavvurini baham ko'ryapman. Men ham o'zimning ham Hokinsning ko'ziga ko'rish nuqtasini olishim mumkin. Bu ajoyib. Hokins osmonga uching. Bu aqldan ozgandek ko'rinadi. Ishonmayman, mani so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. U eshitganlarning hammasini ham baham ko'radi. Men uchun harakatini olasanmi, Hokins? O'ngga boring, endi chapga burilasan. Ajoyib, men uning harakatlarini xohlagancha boshqara olaman. Go'yo menda Hokins bordi. Voy, mana bu fikr. Kasal hatto uning maxsus qobiliyatini ham baham ko'rish mumkin. Hokins allaqachon mendan 50 metr uzoqlikda. Bu shuni anglatadiki, ulashish mahorati faqat chaqirish diapazoni bilan cheklanmaydi. Bu xuddi multiboksingga o'xshaydi. Bir vaqtning o'zida bir nechta belgilarni boshqarish va barcha narsalarni o'ziga saqlash har bir yakkaxon o'yinchining eng samarali va afzal ko'rgani uchun bu aldash emas. Bu mana bir vaqtning o'zida nechta chaqiruv mavjudotlari bilan bo'lishishimni anglatadi. Xo'sh, buni sinab ko'rish kerak. Hokinsning yana 3 ta nusxasini chaqiraman. O'lashish. Hozir o'zimnikini ham qo'shib hisoblaganda 5 ta ovni ko'ryapman. Bu ko'p vazifali ishlashda ko'ra parallel ishlov berishga o'xshaydi. Menda chaqirish uchun boshqa Hokins nusxalari yo'q, shuning uchun. Tamam, o'lashish. Men turli chaqiruvlarda share funksiyasidan foydalanishim mumkin. Endi men ulardan 5 tasi bilan bir vaqtning o'zida ko'ryapman. Boshim meni o'ldirmoqchimi? Ishni bekor qilish. Boshim portlab ketayotganda tuyuladi. Uni 6 ta chaqiruv bilan ishlatish menga haqiqiy og'riq berishini bilmagan edim. Ulashish xuddi storage kabi u bilan bog'liq mahoratga darajasiga emas. 5 ta chegara deb taxmin qilish soqilona. Lekin hozir 50 tagacha jonzotni chaqira olishimni hisobga olsak bu g'alati tuyuladi. Balki qandaydir statistik talab bordir. Menimcha bu aql idrok. Barcha kuchli tomonlarimdan hozirda 1111 gazetga darajada. Menimcha har 200 ta chaqiruv qog'ozi uchun qo'shimcha chaqiruv qog'ozi olib, qani ketdik. Men yangi ochilgan D darajali chaqiruv varaqlarini birdaniga yaratib, ular bilan o'ynashni rejalashtirmoqman. Lekin hozir aql zakovatimni oshirishim kerak. D qushi boshliqni chaqiruvchi mavjudot yarating. D qush. Endi yana 6 tasini yaratish. Ajoyib, bu meni aql zakovatimni 1200 dan oshirdi. Qaytarini ko'ramiz, o'lashish. Ishlatdi, hozir 6 tagacha chaqiruv qog'ozini ko'ryapman. Shunday qilib, meni razvedka statistikam kalit edi. Endi men ishlab chiqaruvchilar Simonerga bunday yuqori aqlni berganiga ko'ra, men bu mahoratni yangi chaqiruv mavjudotlarida ishlataman. Qush birinchidan qolgan 5 ta D darajali chaqiruv mavjudotlarini yarating. Ularni chaqiraman. Demak, bular D darajalilarmi? Totdan tashqari ularning barchasi 100 dan ortiq aql bilan ishlaydi. Men ulash funksiyasidan foydalanib ularni buyurtma qila olaman. Endi faqat chaqiruv qog'ozlaridan foydalanib chayvolardan ulashim mumkinmi? Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Nishon ko'rindi. O'rgimcha ipakdan foydalanish. Teddy Crash'dan foydalanish. Bron himoyadan foydalanish. Fileto spreydan foydalanish. Bu menga juda yoqdi va u meni barcha mavjudotlarga ishlaydi. Ana olg'a jamoa. Ajoyib, ular o'yinni butunlay tozalab berishdi. Ular hali hech narsani bir martalik o'q bilan qilishgani yo'q, lekin Teddyning hujumi va Speedyning xatosi S darajali hayvonlarni juda qisqa vaqt ichida o'ldira oladi. Satertotning qobiliyati ehtimol nomiga asoslanib, MP ni tiklaydi.
Qolgan MPni dehqonchilik mahorati XP ni bilan sarflayman. Latertot qobiliyatingdan foydalaning, sehrli hosil. Man 1000 MPni qaytarib oldim. Nihoyat MPni tiklash elementi bor menda. Hali ham Hollow'ning qobiliyatini, ya'ni tungi ko'rishni sinab ko'rim. Lekin bu albatta Hawkinsning aksi. Bu menga kechasiz dushmanlarni aniqlashga yordam bersa kerak. Bu degani Manning tele boshqaruv maxluqlari eksidronom harakatga tayyor. Hawkins va Hollow hayvonlarni qidirib topishadi. Pluto barchaning qochish darajasini pasaytiradi. Speedy dushmanni mayib qiladi, Zeddy esa ularga hujum qiladi. Men faqat chaqiruv mavjudotlardan foydalanib o'yinga har kuni XP ni chiqaryapman. Elitni kuchaytirsam, mana razvedkam kuchayar ekan. Bunday qilib, 8 ta chaqiruv bilan sher funksiyasidan foydalanaman. Xo'p, jamoa, qani maxluqni ovlashga kirishaylik. Barcha insoniy sarguzashtlardan qochishga ehtiyot bo'linglar. Ular sizga hujum qilishsa ham ularga hujum qilishmang. Bu yangi mahorat menga juda ko'p narsani qilishga imkon beradi. Garchi bu menga o'zimni juda dahshatli his qilib o'tsa ham. O'qashdaho o'sha tog' tizmasdan narida shunday emasmi? Men shunchaki ajoyib fikr bor edi. Ulashish mahoratidan foydalanishning yana bir usuli bor. Men shafqatsiz Karenaman. Botda foydalanuvchisi Dogara, men seni jangga chorlayman. Keyingisi Mash. Xo'p, qani ko'raylik-chi. Bu yerda hech qanday bunday qushlarni ko'rmagan edim. Mayli Miyola, biroz jim tur. Mana, hammasi tayyor. Oyijon, katta rahmat. Oltin tanga. Oila a'zolarimning ahvoli yaxshi ekanligidan xursandman. Sizlarga har oy ko'proq xabar yuboraman. どうして生まれてきたの終わりのない問いかけに今あなたのぬくもりが答えをくれたから大切だと思えば思うほどなぜなくす時を想像してしまうのだろうどんなに傷ついてもささやかに願う一緒に生きること強くな